Men ko'pincha o'zimni ba'zi bir holatlarda aybdordek his qilaman-da. Misol uchun, kassani oldida turaman, pul beraman-da, yetmaganiga tanga beraman-da. Shu tanga berayotgan jarayonda shunaqa xayol keladi. Как будто tanga berayotgan odamim menga qarab turib, "Uka, izdivassa qilyapsanmi? Tanga berib, yo'qot mana buningni." O'zi unaqa gap gapirmaydi, lekin xayolimga shunaqa gaplar keladi. Yo bo'lmasam jo'rlaringiz oldida turgan bo'ladi, sizga telefon bo'ladi. Istaysan telefonni chiqarib, "Alo" deyishga qo'rqasiz. Chunki jo'rlaringiz birortasida iPhone yo'qda, bitta sizda iPhone bor. Как будто jo'rlaringiz, "Ha, iPhone'ing bor-da, maqtanyapsan-da" deyishidan qo'rqasiz. Yana bitta holat restoranda bo'ladi. Ovqatlanib o'tirgan vaqtingiz salfetka yetmay qoladi-ku, ofisant salfetka berib yuboring deyishdan qo'rqasiz. Ofisant ham kelib, "Aka, hozir bergan salfetkamni nima qildingiz? Yedingizmi?" Unda yuz-puzingizni artishga, u yeyishga emas deyishidan qo'rqasiz. Yana bitta qo'rquv Barselona Real Madridni yutganda bo'ladi. O'zi o'yin Ispaniyada bo'lyapti, lekin siz O'zbekistonda turib Barselonaga muxlislik qilganingiz uchun o'zingizni aybdor his qilasiz. Как будто siz yutib qo'ygansiz. O'tgan mavsum polni uydan ko'chaga chiqa olmadim, xijolat bo'lganimdan. Menimcha bu ketishda bo'lsa 2026-yil sentyabrgacha uydan ko'chaga chiqa olmasam kerak.